Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. 2022 qonun loyihasi unga qarshi yoki uni qayta ko'rib chiqish bo'yicha petitsiya hamda 25 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga taalluqli safarbarlik masalasi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Chunki gap faqat harbiy xizmatdagi odamlar haqida emas, balki otalar, aka, ukalar, o'g'illar, erlar, ishchilar, tadbirkorlar va oddiy fuqarolarning huquqiy holati haqida ketmoqda. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu mavzuni qancha ko'p odam tushunsa, jamiyatda shuncha kam vahima va noto'g'ri qaror bo'ladi. Men avvalo masalani oddiy tilda tushuntiraman. Oldin ko'pchilikda shunday tasavvur bor edi. Agar odam muayyan yoshdan oshgan bo'lsa, agar u harbiy hisobda aniq bir toifada turgan bo'lsa, agar u ilgari xizmat qilmagan bo'lsa yoki sog'lig'ida muammosi bo'lsa, demak unga safarbarlik deyarli tegmaydi. Amaliyotda esa bu har doim ham shunday ishlamagan. Qonun harbiy hisob tibbiy komissiya, korxona orqali beriladigan bron, oilaviy holat, nogironlik, qarindosh parvarishi kabi omillar birgalikda baholanadi. Endi 2022 qonun atrofidagi muhokama nimani o'zgartiryapti degan savol tug'iladi. Eng asosiy xavotir shuki, ayrim toifadagi fuqarolarning harbiy hisob, chaqiruv, safarbarlik yoki xizmatga jalb qilinish doirasi kengayishi mumkin. Odamlar aynan shundan xavotirda, yetim yoshdan oshgan, lekin hali 55 ga yetmagan erkaklar nima qiladi? Ular ish joyida, oilada, kreditda, bolalar ta'limida, ota-onaga qarashda qanday reja qiladi? Agar qonun kuchga kirsa yoki amaliyot o'zgarsa, oddiy fuqaro ertaga qaysi hujjat bilan o'z holatini isbotlaydi? Men bu yerda hissiyot bilan emas, huquqiy mantiq bilan gapiryapman. Qonun loyihasi. Petitsiya va safarbarlik masalalarida eng katta xato shuki, odamlar rasmiy matni o'qimasdan faqat ijtimoiy tarmoqdagi qisqa post yoki biror tanishining gapiga qarab qaror qiladi. Natijada kimdir kerakli hujjatni vaqtida yig'maydi. Kimdir o'z huquqini bilmaydi. Kimdir esa keraksiz vahimaga tushadi. Avvalgi tartibda ko'p narsa aniq toifalarga bog'langan edi. Masalan, harbiy xizmatga yaroqlilik, harbiy ixtisoslik, yosh chegarasi, oilaviy sharoit, nogiron qarindosh parvarishi, ko'p farzandlilik yoki korxonaning strategik ahamiyati alohida ko'rilardi. Odam o'zini xavfsiz his qilishi uchun odatda bir narsaga suyanardi. Yoshim o'tib qoldi, sog'lig'im yomon, ish joyim muhim, oilamda mendan boshqa qaraydigan odam yo'q. Lekin zamonaviy safarbarlik tizimida faqat bitta omil yetarli bo'lmasligi mumkin. Misol uchun odam 53 yoshda bo'lishi mumkin, lekin u ilgari aloqa mutaxassisi bo'lgan, texnikani yaxshi biladi. Harbiy hisobda kerakli mutaxassislik bilan turadi. Boshqa odam esa 38 yoshda bo'lishi mumkin, lekin u 3 nafar voyaga yetmagan farzandning yagona ta'minotchisi yoki doimiy parvarishga muhtoj ota-onasiga qaraydi. Demak, yosh muhim, lekin yagona mezon emas. 2022 qonun bo'yicha jamoatchilik muhokamasining markazida turgan masala ham shu. Odamlar, chegaralar, istisnolar va kafolatlar aniq yozilishini talab qilmoqda. Petitsiya shuning uchun kerak bo'ladi. Fuqaro sifatida men qonun chiqaruvchidan shaffoflik, aniq mezon, insoniy yondashuv va suiiste'molga yo'l qo'ymaydigan tartib so'rashim mumkin. Petitsiya imzolash bu tartibsizlik qilish emas. Bu fuqarolik pozitsiyasini qonuniy yo'l bilan bildirishdir. Birinchi navbatda 45 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan erkaklar o'z holatini tekshirishi kerak. Ayniqsa harbiy biletida mutaxassislik ko'rsatilgan, ilgari xizmat qilgan, zaxirada turgan texnik haydovchi, mexanik aloqa, tibbiyot, muhandislik yoki logistika sohasida tajribasi bor fuqarolar beparvo bo'lmasligi kerak. Chunki safarbarlikda faqat front chizig'i emas, ta'minot, ta'mirlash, aloqa, transport, tibbiy yordam kabi yo'nalishlar ham muhim hisoblanadi. Masalan, 22 yoshli Akmal aka bor deylik. U 25 yil yuk mashinasi haydagan, harbiy bilida haydovchi mutaxassisligi bor, sog'lig'i nisbatan yaxshi. U o'ylashi mumkin, men yosh emasman, menga tegmaydi. Lekin amalda transport va logistika mutaxassisi kerak bo'lsa, uning ma'lumotlari tekshirilishi mumkin. Bu uni albatta olib ketishadi degani emas, lekin u hujjatlarni tartibga solishi shart degani. Ikkinchi misol, 49 yoshli Bahrom aka kichik tadbirkor. Uning 5 nafar ishchisi bor. Oilasida 2 farzand, ipoteka krediti bor. Agar u faqat men tadbirkorman desa, bu yetarli bo'lmasligi mumkin. U korxonasi qaysi sohada ishlashi, davlat yoki mahalliy ehtiyoj uchun zarurligi, ishchilari taqdiri, soliq hujjatlari va bron olish imkoniyatlarini huquqiy tekshirish kerak. Og'izdagi gap hech narsani hal qilmaydi, hujjat hal qiladi. Uchinchi misol, 24 yoshli odamda surunkali yurak kasalligi bor.
U o'ylaydi, kasalman, demak masala yopiq. Lekin tibbiy yaroqlilikni faqat shifokor xulosasi va komissiya tasdiqlaydi. Eski analiz, eski tashxis yoki men o'zimni yomon his qilaman degan gap yetarli bo'lmaydi. U hozirdan kardiolog, terapevt, zarur bo'lsa nevropatolog yoki boshqa mutaxassis xulosalarini yangilashi kerak. Men shuni ham aytaman. Hamma bir xil darajada vahimaga tushish kerak emas. Agar fuqaro qonun bo'yicha aniq kechiktirish huquqiga ega bo'lsa, masalan, nogironligi bor farzandni parvarish qilsa, doimiy parvarishga muhtoj ota-onaning yagona qarovchisi bo'lsa, qonunda belgilangan tartibda ko'p farzandli ota bo'lsa yoki tibbiy komissiya tomonidan yaroqsiz deb topilgan bo'lsa, uning huquqiy holati boshqacha. Lekin bu yerda ham asosiy shart bir xil, dalil hujjatda bo'lishi kerak. Oddiy misol. Bir odam onasiga qaraydi. Onasi haqiqatdan ham yura olmaydi. Doimiy yordamga muhtoj. Lekin parvarish hujjat bilan rasmiylashtirilmagan tibbiy xulosa yo'q. Ijtimoiy xizmat organlarida qayd yo'q. Bunday vaziyatda uning gapi insoniy jihatdan tushunarli, lekin huquqiy jihatdan zaif bo'lib qoladi. Boshqa odam esa xuddi shunday vaziyatni tibbiy xulosa yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma, qarindoshlik hujjati va parvarish zarurligini tasdiqlovchi qog'ozlar bilan isbotlaydi. Natija keskin farq qilishi mumkin. Endi eng nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Yosh chegarasi odamni avtomatik himoya qilmaydi yoki avtomatik majburiyatga ham aylantirmaydi. Har bir mamlakatda va har bir qonunda yosh zaxira toifasi harbiy mutaxassislik va tibbiy yaroqlilik alohida belgilanadi. Shuning uchun 55 yosh degan raqamni ko'rgan odam darhol xulosa chiqarmasligi kerak. Men doim rasmiy matnni ochib, aynan qaysi modda, qaysi band, qaysi toifa haqida gap ketayotganini tekshirishni maslahat beraman. Ikkinchi nozik jihat. Chaqiruv qog'ozi keldi degani darhol xizmatga olib ketish degani emas. Ko'p holatda bu ma'lumotni aniqlashtirish, harbiy hisobni yangilash, tibbiy ko'rikdan o'tish yoki hujjatlarni tekshirish uchun bo'lishi mumkin. Lekin buni mensimaslik ham katta xato. Chaqiruv qog'ozini olgan odam qonuniy tartibda belgilangan joyga borishi, o'z hujjatlarini ko'rsatishi kerak bo'lsa ariza berishi va har bir bosqichda yozma iz qoldirishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Mening ishxonam muhim deb o'ylaydi. Lekin biron odatda shaxsning o'zi xohlashi bilan emas, tashkilotning maqomi, faoliyat turi davlat uchun zarur vazifasi va rasmiy ro'yxatlar orqali hal qilinadi. Agar korxona rahbariyati hujjat topshirmasa, xodimning o'z og'zaki da'vo bilan biron ololmasligi mumkin. Shuning uchun ish beruvchi bilan rasmiy gaplashish kerak. Korxona biron ro'yxatiga kiradimi? Xodimlar ro'yxati topshirilganmi? Kim javobgar? Qaysi muddatda javob bo'ladi? 4-chi nozik jihat. Tibbiy komissiya. Ba'zi odamlar eski kasalligini yetarli deb hisoblaydi. Masalan, bel churasi, qon bosimi, qandli diabet, yurak ritmi buzilishi, ko'rish pasayishi yoki jarrohlik operatsiyalari bo'lgan. Lekin tibbiy tizimda har bir tashxis darajasi, asorati va funksional cheklovi bilan baholanadi. Qandli diabet borligi bir holat. Insulin qabul qilish va asoratlar borligi boshqa holat. Qon bosimi bir marta ko'tarilgani boshqa, doimiy gipertoniya va organlarga zarar yetgani boshqa. 5-chi nozik jihat petitsiya imzolash. Petitsiyani imzolashdan oldin uning matnini o'qish kerak. Men fuqarolik pozitsiyasini qo'llab-quvvatlayman. Lekin odam nima imzolayotganini bilishi shart. Petitsiya nimani talab qilyapti? Qonunni butunlay bekor qilishmi? Ayrim bandlarni o'zgartirishmi? 75 yoshgacha bo'lganlar uchun alohida kafolatmi? Tibbiy va oilaviy istisnolarni kengaytirishmi? Yoki parlament muhokamasini ochiq o'tkazishmi? Matn aniq bo'lsa, imzo ham o'ngli bo'ladi. Men eng xavfli xatolarni sanab o'taman. Birinchi xato, internetdagi noma'lum kanallardan kelgan xabarlarni rasmiy haqiqat deb qabul qilish. Ertadan hammani olib ketishadi. 55 yoshgacha hech kim qolmaydi. Hujjat kerak emas. Bormasang hech narsa bo'lmaydi. Kabi gaplar ko'pincha odamni noto'g'ri yo'lga boshlaydi. Har bir gapni rasmiy manba, qonun matni, advokat yoki vakolatli organ izohi bilan tekshirish kerak. Ikkinchi xato. Hujjatlarni yashirish yoki noto'g'ri ma'lumot berish. Bu jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Men hech qachon noqonuniy yo'lni maslahat bermayman. Eng to'g'ri yo'l huquqini bilish, qonuniy asoslarni tayyorlash. Yozma ariza berish, tibbiy ko'rikdan o'tish va qarorga rozi bo'lmasangiz, qonuniy tartibda shikoyat qilishdir. 3-xato, oilaviy holatni hujjatsiz qoldirish. Masalan, ajrashgan, lekin farzandlarni amalda o'zi boqayotgan ota bor. Agar aliment, yashash joyi, vasiylik, farzandlarning ta'minoti
maktab yoki bog'cha hujjatlari tartibda bo'lmasa, u o'z olatini isbotlashda qiynaladi. Yana bir misol, odam nogiron akasiga qaraydi. Lekin rasman qarovchi sifatida ko'rsatilmagan. Bunday holatda hammasini oldindan tartibga keltirish kerak. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Qonun loyihasining nomi, raqami, oxirgi tahriri qaysi organ tomonidan ko'rib chiqilayotgani, qaysi bosqichda ekani va qachon kuchga kirishi mumkinligini aniqlang. Eski tahrir bilan yangi tahrirni aralashtirmang. Ko'p vahima aynan eski skrinshotlar va kontekstdan uzilgan jumlalar sabab paydo bo'ladi. Ikkinchi qadam, harbiy hisob hujjatlaringizni toping. Harbiy bilet, ro'yxatga olish guvohnomasi, xizmat o'taganlik haqidagi ma'lumot. Taxassislik kodi, tibbiy yaroqlilik belgisi, oldingi komissiya xulosalari, ish joyidan ma'lumotnoma. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash tartibini so'rang. Hujjat yo'qolganini yashirmang, rasmiy tartibda ariza bering. Uchinchi qadam, sog'liq bo'yicha papka tayyorlang. Men buni har bir dardim yoshdan oshgan odamga tavsiya qilaman. Oxirgi analizlar, shifokor xulosalari, statsionar davolanish varaqalari, MRT, rentgen, EKG, UZI, dorilar ro'yxati, doimiy tashxislar bo'yicha ma'lumotlar bir joyda bo'lsin. Tibbiy komissiyaga borgan odam menda kasallik bor deb emas. Mana shu tashxis, shu sanalar, shu tekshiruvlar, shu dori, shu cheklovlar deb ko'rsatish kerak. 4-qadam, oilaviy holatni rasmiylashtiring. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrashish hujjati, nogironlik guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, parishga muhtojlik haqidagi tibbiy xulosa, yashash joy bo'yicha ma'lumotnoma. Vasiylik yoki homiylik hujjatlari tayyor bo'lsin. Agar siz oilada yagona boquvchi bo'lsangiz, buni ham hujjat bilan isbotlaydigan ma'lumotlar kerak bo'ladi. 5-qadam, ish joyi bilan gaplashing. Kadrlar bo'limidan yoki rahbariyatdan so'rang. Korxona safarbarlik bo'yicha bron berish tartibida qatnashadimi? Xodimlar ro'yxati shakllantirilganmi? Sizning lavozimingiz muhim lavozim sifatida ko'rsatilganmi? Kerakli ma'lumotlar topshirilganmi? Bu suhbatni faqat og'zaki qoldirmang. Zarur bo'lsa, rasmiy ariza yozing va javobni yozma ko'rinishda oling. 6-qadam, petitsiyani ongli imzolang. Agar siz 2022 qonun bo'yicha petitsiyani qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, avval matnni to'liq o'qing. Unda haqorat, zo'ravonlikka chaqiriq, yolg'on da'vo yoki noaniq talab bo'lmasligi kerak. Yaxshi petitsiya aniq talab qo'yadi. Yosh chegaralarni qayta ko'rib chiqish, yig'ib yoshdan oshgan fuqarolar uchun alohida tibbiy mezon joriy qilish, oilaviy majburiyatlarni hisobga olish, ishchi kuchi va iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini baholash. Parlament muhokamasini ochiq o'tkazish. 7-qadam, agar chaqiruv yoki xabarnoma kelsa, tartib bilan harakat qiling. Hujjatni rasmga oling, sanasini belgilang, qayerga va qachon borish kerakligini tekshiring. Belgilangan joyga borsangiz, o'zingiz bilan pasport, harbiy hujjat, tibbiy hujjatlar, oilaviy holat hujjatlari, ish joyidan ma'lumotnoma va kerak bo'lsa ariza olib boring. Har bir topshirgan hujjatingizning nusxasi o'zingizda qolsin. 8-qadam, qarorga rozi bo'lmasangiz, shikoyat tartibini ishlating. Masalan, tibbiy komissiya sizning kasalligingizni yetarli ko'rmadi, lekin sizda jiddiy dalillar bor. Bunday vaziyatda baqirish yoki yashirinish emas. Qayta ko'rik, yug'ori komissiya, advokat maslahati, yozma shikoyat va qonuniy muddatlar bo'yicha harakat qilish kerak. Og'zaki norozilik keyin isbotlanmaydi. Yozma shikoyat esa huquqiy iz qoldiradi. Agar siz petitsiya, murojaat yoki deputatga xat yozmoqchi bo'lsangiz, men quyidagi mazmunda yozishni maslahat beraman. Avvalo o'zingizni tanishtiring. Fuqaro sifatida, ota sifatida, soliq to'lovchi sifatida, ishchi yoki tadbirkor sifatida. Keyin muammoni aniq ayting. 75 yoshgacha bo'lgan fuqarolarni safarbarlik doirasiga kiritish yoki bu boradagi noaniqlik oilalar, mehnat bozori, sog'liq holati va iqtisodiy barqarorlikka ta'sir qiladi. Keyin talabni aniq yozing. Masalan, qonun loyihasida yosh toifalar bo'yicha aniq mezonlar belgilansin. Yetib yoshdan oshgan fuqarolar uchun majburiy chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik bo'lsin. Ko'p farzandli, nogiron qarindoshni parvarish qilayotgan, yagona boquvchi bo'lgan fuqarolar uchun aniq va suiiste'molsiz istisno tartibi yozilsin. Korxonalar uchun bron berish mexanizmi shaffof bo'lsin. Har bir qaror ustidan shikoyat qilish tartibi oddiy tilda e'lon qilinsin. Bunday murojaatda haqorat, tahdid va vahimali iboralar bo'lmasin. Qonun chiqaruvchi organ hissiyotdan ko'ra aniq asos va ijtimoiy oqibatni ko'proq ko'radi. Agar minglab odamlar bir xil aniq talabni madaniyatli,
huquqiy tilda bildirsa, bu jamoatchilik bosimini qonuniy shaklga keltiradi. Men nega bu mavzuga jiddiy qarash kerakligini yana bir nechta vaziyat bilan tushuntiraman. Bir oilada evin 3 yoshli ota bor. Uning 2 farzandi hali o'qiydi, xotini ishlamaydi. Onasi esa 7 yoshda. Agar bu odam o'z hujjatlarini tayyorlamasa, u har bir masalada alohida isbotlashga majbur bo'ladi. Lekin oldindan tibbiy hujjat, oilaviy ma'lumotlar, ish joyidan xat va parvarish hujjatlarini tayyorlab qo'ysa, u o'z holatini ancha kuchli himoya qiladi. Boshqa vaziyat, 26 yoshli erkak zavodda muhim mutaxassis. U elektr tizimlarini boshqaradi. Usiz butun sex to'xtashi mumkin. Agar korxona uni biron ro'yxatiga kiritmasa, davlat uchun ham, korxona uchun ham muammo tug'iladi. Shuning uchun bu masala faqat shaxsiy emas, iqtisodiy masala hamdir. Ish joylari ishlab chiqarish, kommunal xizmatlar, transport va tibbiyot tizimi bunday qonunlarda alohida hisobga olinishi kerak. Yana bir vaziyat, 51 yoshli odamning sog'lig'i yomon, lekin u shifokorga kam boradi. U hammasi kompyuterda bor deb o'ylaydi. Amalda esa kerakli xulosa yo'q, tashxis eskirgan, analizlar muddati o'tgan bo'ladi. Komissiya oldida bunday odam hujjatsiz qoladi. Shuning uchun men doim aytaman, sog'liq masalasida xotiraga emas, hujjatga ishoning. Demak, 2220 qonun va 5 yoshgacha safarbarlik masalasi oddiy mish-mish emas. Lekin uni vahima bilan ham qabul qilmaslik kerak. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Rasmiy matnni tekshiring, petitsiyani o'ngli imzolang, hujjatlaringizni tartibga soling, sog'liq va oilaviy holat bo'yicha dalillarni tayyorlang. Ish joyingiz bilan rasmiy gaplashing va har bir qarorni qonuniy yo'l bilan kuzating. Agar siz bu qonun loyihasi bo'yicha fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, hozir jim turadigan vaqt emas. O'z pozitsiyangizni madaniyatli, huquqiy va aniq shaklda bildiring. Izohlarda yozing. Sizningcha 25 yoshgacha bo'lgan fuqarolar bo'yicha qanday kafolatlar bo'lishi kerak? Petitsiyani imzolash kerak deb o'ylaysizmi? Yoki qonun boshqa yo'l bilan o'zgartirilishi kerakmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu mavzuda xabardor bo'lish har bir oilaning manfaatiga xizmat qiladi.